Ketyapsan-u, shuni kopto'ga o'xshab ketadi sakrab. Mashinaga nimani hadovoyini qilsan ham foydasi yo'q. Ha bu crossover deganda bir mashina baland bo'lsa-da, balonlari oldi orqa bo'lib loylaga botib qolganda chiqib ketsa-da, 3 ta silindrli motor, tikkoli motor 3 ta silindr bo'lgan. Hammani o'zini kallasi bor. Avtoshovozda qolinglar. Sizlar o'ylamanglar, meni yozgan kommentariyam e'tiborsiz qolib ketdi deb, hammasi nazoratda. Etap, ya'ni qaysi bir ko'proq ovoz yig'sa qilib ketaveramiz videoni. Ko'pchilik talab istaklariga binoan avtoshovozda bugun Chevrolet Tracker 2. O'rtoqlar, videoni boshidan sizlarni ogohlantirib qo'yaman. Videoni o'tkazmasdan ko'rsanglar, mavzuni tushunasizlar. Nimagaki bugungi video obzorimiz sal boshqacharoq bo'ladi. Sabab bir vaqtda o'zida mashinani plyusi va minusini aytib ketaman. Oldingidagi 5 ta plyus, 5 ta minus emas, sal o'zgarish bo'ldi. Shuning uchun tavsiyam videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. O'tkazib tez ko'rsanglar, tushunmay qolasizlar-da, keyin kommentariyada tushunmadim deb yozib qo'yasizlar. Xo'p, tayyor bo'lsanglar, biz boshlaymiz. Like bosib qo'yaveramiz. Demak, Chevrolet Tracker 2 hozirgi kunda 2026-yilda O'zbekistonda juda ham trendda bo'lgan mashina deb aytolmayman, chunki unga raqobatdosh bo'ladigan mashinalar ko'payib ketdi. Kia'da ham bor, BYD'da ham bor, boshqa mashinalar ham bor. Xitoy elektromobillari o'zi 2026-yilda butun dunyoni pashti zabt etib bo'ldi. Bundan tashqari O'zbekistonda ham. Endi ko'pchilik so'ragan ekan kommentariyada Chevrolet Tracker 2 ni obzor qiling deb. Bilasizlar, Chevrolet Tracker 1 ham bor, lekin ko'pchilik qiziqtirgani hozir Chevrolet Tracker 2. Nimagaki, bu mashinaga ham rassrochka bor. O'shani hisobiga ko'pchilik qiziqyapti. Bu mashina qanaqa? Oddiy qilib tushuntiraman. Bu mashina sedan bo'lib sedan emas, crossover bo'lib turib crossover emas. Ko'pchilik aytadi bu mashinani crossover deb. To'ppa-to'g'ri crossover, lekin crossover bo'lish uchun mashina sal boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni qanaqa? Oldi-orqa privetli bo'ladi. Bunda faqat oldi privetli. Motor kuchliroq bo'ladi. Bunda motor slabiyroq. To'g'ri, turbinani hisobiga motor kuchli bo'lishi mumkin. U narsaga hali yana to'xtalib o'tamiz. Endi crossover deganda mashinaning tegi balandroq bo'ladi. O'nqir-cho'nqir yo'llarga, tog'li yo'llarda yaxshi yurish uchun. Bu mashinada baland, lekin crossover talabida emas. Endi sizlarga mashinani plyus minusi birin-ketin sanayman, diqqat bilan eshitinglar. Mashinani eng katta plyusi bu turbina motori. Ya'ni 3 silindrli turbina motori. Men o'zim bu mashinani Xitoy versiyasini haydagandim. 4 ta silindrli, u zo'r edi haqiqatda. Mashina umuman boshqa atmosfera. O'tirib haydab gazni bossangiz, oy, yurishi vahshiy dahshat. Chunki 10x haydagandan keyin haydab ko'rgan edim bu mashinani. Undan keyin 3 silindrligi chiqdi, ya'ni O'zbekistonda. Uni haydadim, men to'g'risini aytaman. 4 ta silindrli haydalgandan keyin 3 ta silindrli slabiyligi sirazi bilinadi. Endi mashinani plyusi dedik, motori. Motori nima uchun plyus? Turbinasi borligi uchun. Shahar sharoitida, shahar ichida yurishga mashinaga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Lekin mana shu plyusi mashinani bir vaqtda o'zida minus ham hisoblanadi. Ya'ni qanaqa? Turbina ko'pchilik e'tibor bersin shu narsaga. Bu kaprizli narsa. Ya'ni parvarishni yaxshi ko'radigan narsa. Siz to'g'ri parvarish qilishni bilsangiz, turbina motor yuraveradi. Agar noto'g'ri parvarish qilsangiz, turbina tez o'ladi. Bunga oddiy misol, ko'p short videolarda chiqarganman, mashina motor moy. Turbina uchun eng kerak bo'ladigan narsa bu moyni to'g'ri tanlash va vaqtida almashtirib mashinani xod qilish. To'g'ri, atmosferniy motorga o'xshab chidamli emas turbina motor. 100 ming. Ko'pchilik ustalar aytadi, 100 minggacha zo'r yurib beradi deb. Yo'q, mashina zo'r yuraveradi. Bu texnika. Texnikani yaxshi yomoni bo'lmaydi. Texnikani sifatli yoki sifatsiz bo'ladi. Sifatsiz deb aytolmayman, faqatgina to'g'ri parvarish. Aytganimdek, motor plyusi va bir vaqtda o'zida minusi. O'zingiz uchun bilib qo'yinglar. Endi sizlarga ikkinchi plyus va minus. Ikkinchi plyus va minus qanaqa? Mashinani tashqi ko'rinishi. Mashinani ko'rinishi o'ta zamonaviy vidni beradi. Mashinaning chiziqlari xuddi 10x aytganimdek, qarasangiz, vidi chiroyli mashinani zo'r. Lekin shu vidi buni yana bitta minusi. Vidni chiroyli qilamiz degan o zavod tegidagi asosiy kuzov ushlab turadigan balkalarni juda ham kichkina qilib qo'ygan. Juda ham ingichka qilib qo'ygan. Bu mashinani bir vaqtda o'zida xavfsizligini kamaytirib yuborgan. Mashinani tashqi ko'rinish plyusi bo'lgan bilan shu tashqi ko'rinishning ichki detallari, balkalari, asosiy mashinani ushlab turadigan oddiy qilib aytganda relsga o'xshagan bo'ladi. Rangeron deyiladi bu narsalar. Ular juda ingichka qilingan. Ko'ryapsizlar, bir vaqtda o'zida plyusi ham bor, minusi ham bor.
Buni o'zingiz uchun bilib qo'yganinglar foyda. Yana bitta plyus minusi. Mashinani hadovoyi. Hadovoyi zo'r. Qachon zo'r? Shaharda tekis yo'lda har qatta zo'r. Men hech narsa demayman bu bo'yicha. Lekin shu mashina bilan endi bu crossover degan nomi bor. Siz tog'li hududga yoki qishloq yo'llariga chiqadigan bo'lsangiz, uje mashinani hadovoyi bu narsaga javob bermaydi. Buni haydab ko'rgan odamlar juda ham yaxshi biladi. Aytishingiz mumkin, yo'q, mashinam zo'r, juda ham yumshoq yuribdi. Demaysiz, shaharda tekis yo'lda yuribsiz. Uje chetroqga chiqing yoki kattaroq, uzoqroq trassalarda yuring. Mana Xorazmga boring, Qoraqalpoqga boring, Toshkentdan turib Surxondaryoga boring, mashinani hadovoyi qanaqaligini bilib olasiz. Bir vaqtda o'zida shahar uchun bu plyus, qishloq yo'llari, tog' yo'llari uchun bu minus mashina. Yana bitta plyus minusi sizga mashinani ichki saloni. Salon kojinli, eko koja. Naturalniy koja emas, eko koja deyiladi. Bu yaxshi. Endi tekstilniligi ham bor. Men endi primer haqida gapiryapman. Eko koja. Koja bo'lgani yaxshi. Bu mashinani plyusi. Tozalash oson, xod qilish oson, o'tirganda sal komfortliroq bo'ladi. Lekin bir vaqtda o'zida bu minusi. Nimagaki, o'sha koja yozi issiq kuni juda ham qattiq terlatadi. Juda ham qattiq. Shuning uchun do'stona maslahat, trekker haydaydigan odamlar kojinli sidenali salon oladigan bo'lsa, iloj bo'lsa nakitga taqib qo'ygani yaxshi, tellatmagan nakitga. Chunki haydovchi eng ko'p mashinada o'tiradigan odam haydovchi bo'ladi. Bel qismlari juda ham qattiq tellaydi. Buni oqibatida shamollash juda ham kuchli bo'ladi. O'zingiz uchun bilib qo'yinglar, foydali narsa. Endi plyus minusini sanadim. Mashinani kimlarga tavsiya qilaman? Ya'ni xolis fikr. Mashina asosan yosh oilaga, shahar sharoitida yashaydigan yosh oila uchun tavsiya qilinadi. Buni mashina xarakteristikasini o'qisangiz ham, sun'iy intellektga savol bersangiz ham yoki YouTube'dagi videolarni ko'rsangiz ham ko'pchilik shu narsani aytadi. Yosh oila uchun. Ya'ni qanaqa shahar ichida o'zining ishini bitirib yuradi, bolalarini bog'chasiga olib keladi, bozor o'charini qiladi, xoh ayol kishi, xoh erkak kishi. Yo'q. Lekin uzoq yo'lga tirikchilik qilaman degan odamga vobshe bo'lmaydi. Agar siz trekkerda uzoq yo'lga kira qilaman deydigan bo'lsangiz, orqada o'tirgan 3 ta odam to manzilga yetib borguncha tamom bo'ladi. Chunki orqasi juda ham keng emas mashinani. Maza qilib o'tirmaysiz. Malibu'dagi o'tirgandagi komfort yo'q bu mashinada. Даже Cobalt orqasi undan kengroq. O'zingiz buni solishtirib olsangiz bo'ladi. Bu zavodda yoki mashinani brendni yomonlash emas, bu haydovchilarning nigohi nazarida o'zimning shaxsiy fikrlarim bu narsa. Kim uchundir foydali, kim uchundir yoqmasa. Foydali bo'lsa like bosib qo'yavering, yoqmasa kommentariyada izohlaringizni yozib qo'ying. Mashinaga to'g'risini aytaman, salonga borib sotib olishni maslahat bermayman. Nimaga? Chunki bozorga chiqsangiz, arzimagan probek yurganlari narxi ancha past. Bu mashinalar Onyx bilan Tracker mashina inqiroz bo'layotgan paytda chiqib qoldi deb aytsam bo'ladi. O'zbekistonda bir shunaqa bo'ldi. Buni 90-yillarda tug'ilganlar eslaydi. Bir paytlar oddiy Nokia 6000 telefonni $330, $400, $500, $1000 ga olishgan. Lekin hozir bilsangiz arzimagan pulga olasiz o'sha telefon. To'g'rimi? Oldin bitta oilada bitta telefon bo'lardi. Hozir 2-3 talab telefon. Mashinamiz ham shu darajaga yetib keldi. Ya'ni ishlab chiqarish, konkurensiya, raqobat ko'paydi. Bu yerda ko'ryapsizlar, u Yevropa mashinalari, bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari mashinasi, bu yerda Xitoy mashinalari yeb tashyapti hamma yoq. Shuning uchun maslahat bermayman, agar naqd pulingiz bo'ladigan bo'lsa, salonga borib olishni. Bozorga boring. Birinchidan siz nimadan yutasiz? Narx arzonroq bo'ladi. Ikkinchidan mashinaga qilinadigan hamma navorot qilib qo'yilgan bo'ladi. Ya'ni qanaqa shu broni plonkasi bo'ladimi, tonirovkasi bo'ladimi, polirovka keramikasi bo'ladimi, bir xilda shumizatsiya qilib turib ichiga zo'r apparaturani yig'ib qo'ygan bo'ladi. Xohlasangiz o'sha propanigacha qo'ydirib qo'yilganlari bo'ladi. Endi bu ham meni shaxsiy fikrim. Kimga qanaqa, kim xohlasa borib salondan olsin, kim xohlasa borib bozordan olsin. Chevrolet Tracker 2 bo'yicha qo'limizdan kelgancha, aql zakovatimiz yetgancha, hayotiy tajribamiz asosida kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni sizlarga berdim deb o'ylayman. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasiz, yoqmagan bo'lsa izohlarda fikringizni yozib qo'ying. Keyin yana bir narsa o'rtoqlar, ko'pchilik videolarimizni obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan. Bizning mehnatimizni, arzimagan mehnatimizni qadrlab, shunda obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videomiz qaysi mashina to'g'risida bo'lsin, kommentariyada yozinglar o'rtoqlar. Biz sizlarning har bitta yozgan fikringlar shaxsan men uchun, Avtoshovoz jamoasi uchun bu muhim. Chunki sizlar yozayotgan narsa bizga motivatsiya,
qaysi tema bizani obunachilarni qiziqtiradi, qaysi mashinaga qiziqishadi, qaysi mashinani nimalari sizlarni qiziqtiradi. Shunaqa detalni yozinglar. Men detalni tushuntirib berib, sizlarga foydali maslahat berishga harakat qilaman. Sizlarga foydali bo'ldimi? Rahmat desanglar, u ham menga foyda bo'ladi. Avtoshovvozda qoling, sog' bo'ling, salomat bo'ling.